Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Salih Xudayer əpəndi Breitbart xəbər kanalına Xitayning Paris qo'ltig'ida mustahkam tirab turish uchun Taliban bilan bo'lgan do'stlik munosabatiga intayin astoydil muomala qilganligini aytdi. Baş minister Salih Xudayer əpəndi radikal İslam təşkilatı bo'lgan Talibanning Xitayning Sharq Turkistondagi musulmonlarni qirg'in qilishiga qarshi turadiganligidan ozroq umidvor ekanligini aytib, Xitayning Talibanға bo'lgan qizg'inligi Afg'onistonning jug'rofiylik siyosiy ahamiyatining mahsuli bo'lib, Kommunistik partiyaning yer shariga ta'sir ko'rsatishdagi texmi cho'ng plani. Xitayning strategiyasiga qarata Afg'onistonning roliga sal qarashga bo'lmaydi. Meningcha, Xitoylar Talibanlar bilan bo'lgan hamkorlikqa astoydil muomala qildi, chunki bu munosabat Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining bexatarligi va davomlashishida intayin muhim. Xitoy Pokistonning Balojistondagi Gwadar portida dengiz armiya bazasi quryapti. Xitoy Paris qo'ltig'idagi payini egallamoqchi va buning uchun yana Sharq Turkistondagi Toshqo'rg'onda zamonaviy aerodrom yasayapti. Buningdan boshqa Maldiva va boshqa joylardagi radar punktlariga qaraydigan bo'lsak, Xitoyning o'rnining kengayayotganligi aniq. Taliban hokimiyatini muqimlashtirish, Afg'onistonda ichki urushning oldini olish, Afg'oniston xalqini xotirjam qilish, davlatni taraqqiy qildirish uchun zo'r mablag' talab qiladi. Buni ta'minlaydigan birdan-bir davlat Xitoy. Talibanlar allaqachon o'zlarining Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligiga munosabatlik atalmish ichki ishlarga aralashmaydiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Talibanlar o'zlarining islom kimligini ishlatib Xitoyga besim ishlatmaydi, chunki ular Uyg'urlarni allaqachon Xitoyga setib o'tgan va ilgari Xitoyning talabiga asosan ko'p qatim harakat qilgan. Talibanlarning o'tgan yili Xitoy axborot xodimlari bilan ko'rishganligi o'tirg'a qo'yilgan. Taliban davrida Afg'onistonda Uyg'ur jihatchilarining mavjudligi Xitoyning buyrug'i bilan bo'lgan. Chunki Xitoy Uyg'urlarni terrorchi deb tasvirlash uchun Uyg'ur jihatchilariga muhtoj edi. Xitoy yilmi yanada ularning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlashga yordam berishiga ehtiyojli. Bu jihatchilar Xitoy ehtiyojli bo'lsalar mavjud bo'lib turdi. Agar Xitoy xohlasa bir kechada qurolsizlandi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, bu jihatchilar uzundan buyon Talibanlarga sodiq bo'lishga va'da bergan bo'lib, ular Talibanni musulmonlarning amri qilib bekitgan. Shunga ular cho'qim Talibanға bo'ysunishi kerak. Mening bu jihatdagi andisham faqat Sharq Turkiston uchun emas, balki xalqaro jamiyatga munosabatli. Taqdir yana Xitoyning kengayishiga sharoit hozirlamoqda. U butkul dunyo uchun ofat. Bu suratda Xitoy Paris qo'ltig'ida tezda mustahkam o'ringa erishdi. Xitoyning O'rta dengizda portga erishish orzusi, Hind Tinch okeanidagi tajovuzchilik fikri va Afrikadagi yangi mustamlikachilikka qatorliq bir balvoq bir yo'l tashabbusining ofatlari xalqaro jamiyatning diqqatidan uzoq muhim masalalardir dedi. Salih Xudayer əpəndining aytishicha, Xitoyning hozir musulmon xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligi Beijing bilan Taliban o'rtasida hech qanday jiddiylik paydo qilmaydi. Talibanlar Xitoy bilan davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi sababidan aloqani uzmaydi. Ammo amaliyotda ular Xitoyning talabiga asosan harakat qiladi. Chunki ular buni ko'p qatim qilgan. Talibanlar allaqachon o'zlarining Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligiga munosabatlik atalmish ichki ishlarga aralashmaydiganligini aniq o'tirg'a qo'ydi. Sharq Turkistondagi musulmon xalqlarning irqiy qirg'inchiligi ichki masala emas. Chunki Sharq Turkiston Xitoyning qonunli o'lkasi emas, balki egalik huquqi tartiblangan, ishg'ol qilingan zamin. Taliban Kabulni o'tkazib olishdan uzun yillar ilgari Xitoy bilan aloqalashib kelgan. Xitoy Sharq Turkiston islom harakatining radikal islomchi terrorlik tashkiloti ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Bu Xitoyga xatar olib keladi. Amerika hukumati o'tgan yili hech qanday dalil isbotsiz terrorlik tashkiloti deb bekitilgan Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tashkilotlari tizimligidan o'chirib o'tdi. Prezident Donald Trump va Jo Baydenning har ikkisi Xitoyning Sharq Turkistondagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy belgiladi, ammo Talibanlar islom shariatiga qattiq rioya qilganligini va musulmonlarning irodasiga vakillik qilganligini o'tirg'a qo'ygan holda irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishni ochiq-oshkora rad qildi. Aksincha, Xitoyni Afg'onistonga mablag' solishga chaqirdi. Xitoyning strategiyasida Afg'onistonning roli intayin cho'ng. Xitoylar Talibanlar bilan bo'lgan hamkorlikqa astoydil muomala qildi. Chunki bu munosabat Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining bexatar davomlashishida intayin muhim ahamiyatga ega. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi Xitoyning yer shari ul asliya plani bo'lib,
Planda Beijing taraqqiy qilayotgan davlatlarga port, temir yo'l qatorliq ul asliya turlariga ishlatiladigan qarz bilan ta'minlaydi. Davlatlar ularga pul to'layolmasa, Xitoy bu mulklarni tortib oladi. Xitoy bir balvoq bir yo'l tashabbusidan foydalanib Afrika, Sharqiy Yevropa, Latin Amerikasi va Sharqiy Janubiy Osiyoning bir qism joylarini mustamlaka qilmoqda. Afg'oniston Xitoy bilan O'rta Sharq va Yevropaning o'rtasiga joylashganligi sababidan bu plan uchun alohida ahamiyatga ega. Sharq Turkiston surgunda hukumati Amerika hukumatini Uyg'ur panohlik deyilolari, musofirlar krizisi, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni tezdan hal qilishga, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkistondagi boshqa yerli xalqlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi demokratik arzusini e'tirof qilish, qo'llash uchun ahamiyatli harakat qilishga chaqirish maqsadida barliq Sharq Turkiston xalqini 2021 yili 15 sentabr chorshanba kuni tushdan keyin soat 1:20 dan 3gacha Amerika Davlat ishlari mahkamasining oldida namoyish olib berishga chaqiriq qildi. Qarindoshlarning vaqtida qatnashib berishlarini umid qilamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati 27 avgust Kabul aerodromida yuz bergan terrorlik hujumini aybladi. Afg'oniston va Amerika xalqi shundaqla hayotidan ayrilgan askarlarga cho'nqur ta'ziya bildirib, yaralanganlarning tezroq asliga kelishini umid qilganligini bildirdi. Amerika 8 ayning 31 kuni Afg'oniston hukumatini sunniy pushtu islomchilariga butunlay topshirib bergandan keyin Hindiston nuqtasidan negizlik masala eng yangi islom amirligi yanada muqim bo'lamdi yo'q. Angliya, Sovet ittifoqi, Amerika Afg'onistonda qo'lini ko'ydirdi. Faraz qilishga bo'ladiki, u davlatdagi har qanday harbiy tavakkilchilikka ishtiha yo'q. Xitoy o'zining xaridor davlati Pokiston va Taliban shundaqla barliq terrorlik guruhlari bilan Afg'onistonning qazilma boyliqlaridan foydalanib, bir balvoq bir yo'l tashabbusi va Rawalpindiga erishib, Hindistonga qarshi strategik ul hozirladimi? Xitoy Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning Afg'onistondagi Talibanlarni yetaklashi, iqtisodiy va insonparvarlik yordam berishi, Afg'oniston pulining kursining tushishini to'xtatishi va jamiyatning muqimligini saqlashiga yordam berish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoyning davlat ishlari kotibi, tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken bilan telefonda so'zlashdi va Amerikani Afg'onistonning egilik huquqiga hurmat qilishni, terrorlikqa qarshi turishda qo'sh o'lcham qo'llanmaslikni, Talibanning terrorlikqa qarshi turib shiddatni to'xtatishiga yordam qilishni talab qildi. Xitoy yaqinqi oylarda Talibanni ochiq-oshkora qo'lladi va uning Afg'oniston tuprog'idagi Sharq Turkiston Islom partiyasining harakatini cheklashini umid qildi. Sharq Turkiston Islom harakatining jangchilari ko'pincha Afg'onistonning shimolidagi Badaxshan o'lkasiga joylashgan bo'lib, Waxin koridori orqali Sharq Turkiston bilan tutishadi. Gerçi Talibanlarning Sharq Turkiston Islom partiyasi bilan an'anaviy munosabati qo'yiq bo'lsa-mu, pushtolar janubga markazlashgan bo'lib, Afg'onistonning shimolidagi Talibanning ko'p qismini tashkil qilgan osonliq tojiklar, o'zbeklar, hazarlar, Uyg'ur va chechenlarni o'z ichiga oladi. Agar Talibanlar Afg'onistondagi osonliq millatlarga parogandachilik silishga boshlasa, qarshilik ko'rsatishning yadrosiga dal mushu pushtu bo'lmagan elementlar qo'shiladi. Afg'oniston va Turkiyadan kelgan axborot dokladlarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkiston Islom harakati Talibanlarning ularga qarshi harakat qilishidan va ularni Xitoyning maxfiy organiga topshirib berishdan ansirab, Xorason o'lkasi islom davlatiga sodiqligini ko'rsatgan. Dal mush sababdan Xitoy Amerikaning Sharq Turkiston Islom harakatini yer shari xarakterli terrorlik tashkiloti qilib qaytadan loyilab chiqishini umid qilar ekan. Xitoy sun'iy pushtu kuchlari islom rahbarligidan Durant liniyasidagi qon qarindishi Tehron Talibanga besim ishlatib, ularning Pokistondagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turish uchun tinchlik setilishini talab qilar ekan. Tehron Talibanning eng oliy rahbari Mulla Hayatulloh Axundzodega bayat qilgan bo'lsa-mu, ammo Pokistonning ichkidan Rawalpindini davomli nishon qilganligini va Afg'onistonning bexatar terrorlik punkti emasligini aniq o'ttirib qo'ydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning bir odamning o'zining melini, ahlini, o'z dinini qo'g'dab o'lib ketsa shahid bo'lganligini, kimki musulmonni ozod qilsa, ozod qilgan musulmonning har bir a'zosining barobarida ozod qiluvchining shu a'zosi do'zaxdan ozod bo'lganligini aytganligi hadislardan ma'lum. Vatan va xalqni qutqizish taqozo qilmaganda o'zining jini va melini qutqizish to'g'ri emas.
Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən kögün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.